Assalomu alaykum aziz o'rganuvchilar. Demak, darslarimizni davom qildiramiz. 6-dars. Demak, 262-dan 287-86gacha 25 ta masala. Hop, a bullet with a mass of 5-8 kg flies with a velocity of 600 m/s from a rifle with a mass of 5 kg. Find the velocity of the rifle kick. Hop, demak bu yerda tanish so'zlarni yozib chiqamiz. Bullet bu o'q, massa, flies bu uchadi, velocity tezlik, rifle bu miltiq avtomat, find toping bilamiz. Kick tepki, qaytish. Ya'ni o'q uzgan payti ortga qaytib ketadi shuni. Demak, sistema, shot bu otish, momentum impulse, conservation saqlanish, opposite qarama-qarshi, direction yo'nalish. Hop, endi demak yozib chiqadigan bo'lsak, qarang. A bullet with a mass of 5-8 kg, ya'ni demak darajasi to'g'ri yozilganmikan buni? Demak 5 massasi shunday bo'lgan o'q deyapti. Flies with a velocity of 600 m/s. Ya'ni flies uchadi with a velocity 600 m/s bilan uchayotgan. From a rifle, demak o'q from a rifle with a mass of 5 kg. Ya'ni massasi 5 kg bo'lgan miltiqdan uchib chiqadi. Find the velocity, ya'ni tezlikni toping. Of the rifle, ya'ni miltiqning. Kick, ya'ni orqaga qaytishdagi, ya'ni miltiqni orqaga qaytishdagi tezligini toping deyapti masalamizda. Hop, endi demak shu yerda so'z qo'shma birikmalarni yozib chiqadigan bo'lsak, endi umumiy so'zlardan foydalangan holda yozib chiqadigan bo'lsak, umumiy so'zlardan, ya'ni bullet fired from a rifle, ya'ni miltiqdan otilgan o'q. Rifle at rest before the shot, ya'ni otishdan oldin tinch holatda bo'lgan miltiq. Shunga o'xshashda bu. Velocity of the bullet, ya'ni o'qning tezligi. Mass of the rifle, ya'ni miltiqning massasi. Shu yerda ishlatilgan so'z birikmalari. Recoil of the rifle, ya'ni miltiqning orqaga qaytishi, tepishida impuls. Velocity of recoil, ya'ni qaytish tezligi. Motion in opposite direction, ya'ni qarama-qarshi harakat, yo'nalishda qarama-qarshi yo'nalishda harakat. System of bullet and rifle, ya'ni o'q va miltiq umumiy impulsi, ya'ni iboratda sistemasi. Conservation of momentum bu impulsning saqlanishi. Instant after the shot, ya'ni otishdan sразу degani otishdan darhol keyin, sразу otgandan keyin. O'zi tushunarli bo'lib qoldi masala. Massasi 5-8 kg bo'lgan o'q, massasi 5 kg bo'lgan, teng bo'lgan miltiqdan 600 tezlik bilan uchib chiqadi. Miltiqning demak orqaga tepish, ya'ni qaytish tezligini toping deyapti masalan shartda. Hop, keyingi masalamiz 263-masala. Hop, a man, odam deyapti. A man weighing 60 kg, og'irligi bu 60 kg force, kuch, running at a speed of 8 km/h, catches up with a cart weighing 80 kg and moving at 2.9 km/h and jumps onto it. What will be the velocity of the cart after the man jumps onto it? What will be the velocity of the cart if the man was running towards it? Ya'ni burada ikkita savol berilgan. A man bu yerda odam, m bo'lsa, ya'ni odam, bir odam. Weighting degani og'irlikka ega degani, ya'ni weighting 60 kg degani 60 kg og'irlikka ega odam. Running, ya'ni yugurayotgan. Speed bu tezlik. Catch degani yetib oladi degani. Demak, izidan yetib oladi, masalan, bir xil yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa. Cart araba bu yerda. Moving harakatlanayotgan. Jumps sakraydi. Onto ustiga. Velocity tezlik. After keyin. Towards tomonga. System sistema. Collision to'qnashuv. Inelastic bo'lsa, noelastic bo'ladi. Momentum impulse. Conservation saqlanish. Direction yo'nalish. Endi yana qaranglar, yozib chiqadigan bo'lsak, a man weighing 60 kg force, ya'ni a man weighting 16 kg force, ya'ni og'irligi 60 kg bo'lgan odam, running at a speed of 8 km/h, ya'ni 8 km tezlik bilan yugurib, catch up
with a cart. Catch up with a cart, ya'ni waiting 18 kilogram force, ya'ni og'irligi 80 kilogram bo'lgan aravaga yetib olib and moving at 2.9 kilometr per hour, ya'ni 2.9 kilometr taqsim soat tezlik bilan harakatlanayotgan and jumps onto it va uning ustiga sakraydi deyapti. What will be the velocity, ya'ni tezlik qanday bo'ladi? Of the cart, ya'ni aravaning. Ofning, the cart o'sha aravaning. B, demak after the man jumps onto it, odam arava ustiga sakragandan keyin. Ikkinchi savol, what will be velocity? What will be, ya'ni will be qanday bo'ladi? What will be velocity? Tezlik qanday bo'ladi? Of the cart, aravaning. B, if the man was running towards it, agar odam arava tomonga qarab yugurayotgan bo'lsa. Hop, demak, tushunarli. Endi so'z bilan yozib chiqaylik. Man running at a speed, ya'ni bu yerda ma'lum tezlikda yugurayotgan odam degan ma'no bildiradi. Cart moving with the speed, ya'ni ma'lum tezlikda harakatlanayotgan arava. Man catches up with the cart, ya'ni odam aravani quvib yetadi degani bu yerda. Boshqa masalalar ham bor shunaqa. Man jumps onto the cart, ya'ni man odam, jump degan sakramoq. Arava ustiga sakraydi. Man and cart move together, ya'ni odam va arava birgalikda harakatlanadi. Move harakatlanadi together birgalikda. Combined system after jumping, ya'ni sakragandan keyingi birgalikdagi sistema. Velocity after inelastic interaction, demak velocity tezlik after inelastic, ya'ni inelastic to'qnashuvdan keyingi demak tezlik deyapti. Man running in the same direction, odam bir xil yo'nalishda yuguradi deyapti. Demak, man running towards the cart, ya'ni odam aravaga qarshi tomonda yuguradi degan ma'no bildiradi. Demak, bu masalalardan, qaranglar, bu masalalar orqali biz boshqa masalalarni ham demak o'rganishimiz mumkin. Demak, yodlab ketishimiz kerak hammasini. Conservation of momentum, bu impuls saqlanishi. Motion along online, demak bitta chiziq bo'ylab harakatlanadi degan ma'no bildiradi. Xo'p, endi tushunarli bo'ldi. Og'irligi 60 kg bo'lgan odam 8 tezlik bilan yugurib, og'irligi 80 kg va tezligi 2.9 bo'lgan aravaga sakraydi va uning ustiga sakraydi deyapti. Aravani quvib yetadi va uning ustiga sakraydi. Birinchi odam aravaga sakraganda keyin aravaning tezligi qanday bo'ladi deyapti-da bu yerda. Xo'p. Ikkinchi, agar odam aravaga qarama-qarshi tomondan yugurayotgan bo'lsa, nechik bo'ladi deyapti. Birinchi bular bir xil yo'nalishda, keyingi safar qarama-qarshi yo'nalishda bu. Ikki xil holda yechishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi masalamiz 264-masala. A shell weighing, demak, weighting 980 newton deyapti. Demak, a shell weighting 980 newton flies horizontally with a velocity of, demak, 500 metr along a railway, strikes a freight car carrying stand and weighing, demak, 10 tons, and gets stuck in it. What speed will be imparted to the cart if the car was at rest? Second, the car was moving at a speed of 36 km/h in the same direction as the shell. Uchinchi, the car was moving at a speed of 36 km/h in the direction opposite to the flight of the shell. Demak, tushunarli. Endi yozamiz. Shell bu snaryad degani. Weighting bu og'irlikdagi. Flies uchadi yana. Horizontally, gorizontal. Demak, velocity bilamiz tezlik. Railway temir yo'l. Demak, temir yo'l. Strikes demak uriladi. Strikes car carrying sand and weighting. Demak, car vagon, carrying tashiyotgan, demak sand qum. Get stuck yopishib qoladi, kirib qoladi, qumga kirib qoladi, get stuck. Speed tezlik, imparted ya'ni beriladi, berilgan. Standing tinch holatda, moving harakatlanayotgan. Same bir xil, direction yo'nalish, opposite qarama-qarshi, flight uchish, system sistema, momentum biz bilamiz impuls.
ya'ni harakat miqdori. Conservation bu saqlanish. Xo'p, endi mana so'zlarni hammasini yozib oldik. Shu yerda ishlatilgan so'zlarni endi ozgina tushundingizlar. Shell weighting demak 980 newton. Ya'ni og'irligi 980 newton bo'lgan snaryad. Flies horizontally, ya'ni gorizontal uchadi. With a velocity of demak 500 tezlik bilan gorizontal yo'nalishda uchib along a railway, ya'ni temir yo'l bo'ylab ekan. Along degan bo'ylab. Temir yo'l bo'ylab strikes uriladi a freight car carrying stand, ya'ni kum ortilgan yuk vagoniga uriladi. Strikes uriladi a freight car bu demak vagon, carrying bu tashimoq, stand bu demak nima? Kum ortilgan yuk vagoniga uriladi va and waiting on it, ya'ni og'irligi 10 tonna bo'lgan deyapti. And get stuck, endi get stuck in degani uni ichiga tiqilib qoladi. Get stuck in it, in ichiga it unga yopishib qoladi. What speed will be imparted, qanday tezlik beriladi to the car, vagonga. If demak vagon qanday tezlik oladi deyapti bu yerda. Birinchi savol. It was standing, ya'ni u agar tinch turgan bo'lsa deyapti vagon. Xo'p, ikkinchi, it was moving at the speed of, demak 36 km tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa deyapti. Endi in the same direction as the shell, ya'ni in the same, ya'ni in the same direction ham bir xil yo'nalishda. As kabi degan ma'noda, the shell snaryad kabi, ya'ni snaryadning yo'nalishida. It was moving with a speed, demak 36 km/soat tezlik bilan in the direction opposite to the flight of the shell, ya'ni snaryadning uchishiga qarama-qarshi yo'nalishda uchayotgan bo'lsa deyapti 3-shartda. Xo'p, endi flying horizontally, bu gorizontal uchayotgan snaryad. Strikes a freight car, yuk vagoniga uriladi. Freight car carrying sand degani kum tashiyotgan yuk vagoni. Get stuck in the car degani vagonga yopishib qoladi, tiqilib qoladi, kum ichiga kirib qoladi. Combined system after collision, to'qnashuvdan keyin birikkan sistema. Speed imparted to the car, ya'ni vagonga berilgan, vagon olgan tezligida bu yerda. Demak imparted, ya'ni hosil qilgan to'qnashuvdan keyin. Car initially at rest, ya'ni vagon boshlang'ich holatda, tinch holatda bo'lgan. Car moving in the same direction, vagon bir xil yo'nalishda harakatlanadi. Car moving in the opposite direction, vagon qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi. Inelastic collision with sticking, ya'ni yopish bilan demak noilasi to'qnashuv. Conservation of momentum, impuls saqlanish. Motion along the railway line, bu temir yo'l bo'ylab harakatlanish. Demak tushunarli bo'ldi. Demak og'irligi 980 newton bo'lgan snaryad 500 metr/sekund tezlik bilan temir yo'l bo'ylab gorizontal yo'nalishda uchib kelib, kum tashiyotgan og'irligi 10 tonna bo'lgan yuk vagoniga uriladi va unga yopishib qoladi. Quyidagi hollarda vagonga qanday tezlik beriladi? Birinchi, vagon boshlang'ich holatda bo'lsa. Ikkinchi, vagon snaryad uchish yo'nalishi 36 km/soat tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa. Uchinchi, qarama-qarshi yo'nalishda bo'lsa deyapti. Xo'p. Keyingi masala 265. 265. A grenade flying with a velocity of 10 meters per second bursts into two fragments. The larger fragments, having 60% of the total weight of the grenade, continues to move in the same direction but with an increased velocity of 25 meters per second. Find the velocity of the smaller fragment. Xo'p, tushunarli. Grenade bu yerda granata, flying bu uchayotgan, burst degani portlamoq degani. Fragments degani bo'lak, demak bo'lak. Larger degani bu kattaroq, smaller kichikroq degani. Demak weight og'irlik. Entire degani butun. Continuous bu davom etadi, ya'ni harakatni davom etadi. Move bu harakat. Direction bu yo'nalish. Increase bu oshmoq, decrease bo'lsa kamaymoq bo'lardi. Hop. Velocity tezlik, find demak toping. System bu sistema, explosion portlash, momentum impulse, conversation har safar yozyapmiz mana. Saqlanish. Endi grenade flying demak grenade flying, ya'ni uchayotgan granata. At demak ya'ni 10 metr/sekundda.
Bursts into two fragments. Burst portladi. İkki bo'lakka, ya'ni ikki parchaga portlaydi. The larger one, ya'ni kattasi, ya'ni katta parcha, having 60%, ya'ni 60% ga ega bo'lgan of entire weight, ya'ni butun og'irligi 60% ga ega bo'lgan granataning katnasi, granataning umumiy 60%ni massasiga teng bo'lgan katta qismi deyapti-da bu yerda. Xo'p. Continuous, ya'ni davom ettiradi. To move, harakatlanishni. As before, avvalgidek. As before degan avvalgidek. But ammo with the increased velocity, ya'ni bilan increased, ya'ni oshgan tezlik bilan, ammo oshgan tezlik bilan equal to 25 metr taqsim sekundga teng. Finds velocity, ya'ni tezlikni toping, of the smaller fragment, ya'ni kichik fragmentning tezligini. Parchaning tezligini toping deyapti-da bu yerda. Xo'p, endi so'z birikmalarini yozib oladigan bo'lsak, birinchisi grenade flying with a velocity, ya'ni demak ma'lum bir tezlik bilan uchayotgan granata desak bo'ladi. Burst into fragments, ya'ni ikki bo'lakka portlaydi. Larger fragment of the grenade, ya'ni granataning katta bo'lagi, kattaroq bo'lagi degan ma'no bildiradi. Smaller fragments of the grenade, bu demak granataning kichikroq bo'lagi degan ma'no bildiradi. Xo'p. Fraction of the total weight degani umumiy og'irlikning demak bir qismi degan ma'no bildiradi. Xo'p. Continues to move in the same direction, bu demak avvalgi yo'nalishida harakatni davom ettirmoq degan ma'noni bildiradi. Xo'p, increased velocity, bu demak increased velocity after explosion, ya'ni portlashdan keyingi oshgan tezlik degan ma'no bildiradi. Velocity of the smaller fragment, demak velocity of the smaller fragment, ya'ni demak kichik bo'lakning tezligi degan ma'no bildiradi. Xo'p, explosion of a moving body, ya'ni demak harakatlanayotgan jismning portlashi. Conservation of momentum, demak impulsning saqlanish qonuni. Xo'p. System before and after explosion, ya'ni portlashdan oldin va keyingi sistema. Xo'p. Endi polni tushundingizlar degan umiddaman. Mana 10 metr taqsim sekund tezlik bilan uchayotgan granata ikki bo'lakka portlaydi. Granataning 60% massasini tashkil qilgan katta bo'lagi avvalgi yo'nalishda ketadi, lekin 25 ortgan tezlik bilan deyapti. Mana granataning 60% ortga ega bo'lgan kattaroq bo'lagi avvalgi yo'nalishda harakat davom ettiradi, biroq uning tezligi 25 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Ikkinchisi bo'lakning tezligini toping deyapti. Kichik bo'lagining. Xo'p, 266-chi. Demak, a body weighing 1 kilogram force moving horizontally with a velocity of 1 meter per second and overtakes another body weighing 0.5 kilogram force and collides with the initial inelastically. What velocity is imparted to the bodies if the second body is at rest? The second body is moving with a velocity of 0.5 meter per second in the same direction as the first one. The third question, the second body is moving with a velocity of 0.5 meter per second in the opposite direction to the motion of the first one. Xo'p, demak tushunarli bo'ldi menimcha. Ya'ni hammasini tushunyapsizlar. Endi bu 50-60% tushundinglar bu masalani. Xo'p, shunda ham yozib chiqamiz. Mana body bu jism, weighting og'irlikdagi, moves harakatlanadi, horizontally, demak weight velocity tezlik, overtakes demak quvib yetadi degani, another boshqa, demak collides to'qnashadi, inelastically degani noelastik tarzda, what degani qanday, imparted demak berilmoq degani bu what imparted, ya'ni impuls beradi shu. Bodies demak jismlar, second ikkinchi, rest bu tinch holatda, moving harakatlanayotgan, same demak bir xil, direction yo'nalish, opposite qarama qarshi, motion bu harakat, system sistema, momentum demak impuls.
Hop, conservation saqlanish. Endi yozadigan bo'lsak, demak, a body with a weighting of 1 kilogram force, ya'ni og'irligi 1 kilogram bo'lgan jism moves horizontally with a velocity of 1 meter per second. Ya'ni gorizontal 1 metr sekund tezlik bilan gorizontal uchadi, yo'nalishda harakatlanadi degan. Hop. Overtakes another body weighing 0.5 kilogram. Demak, og'irligi 0.5 kilogram bo'lgan boshqa jismga yetib olib and collides, ya'ni with it, ya'ni uni yetib oladi va demak u bilan to'qnashadi. Noelastik tarzda to'qnashadi. Collides bu to'qnashadi. Demak, with it inelastically degani, demak elastik, noelastik degan ma'noda. What velocity is imparted, ya'ni qanday tezlik beradi ikkinchi jismga, to the bodies, jismlarga. If the second body was at rest, ya'ni ikkinchi jism tinch holatda bo'lgan bo'lsa, ya'ni birinchi jism kelayotganda ikkinchi jism tinch turgan bo'lsa. Ikkinchi, the second body was moving at a velocity of 0.5 meter per second. Ya'ni ikkinchi jism 0.5 tezlik bilan, demak, in the same direction, ya'ni bir xil yo'nalishda, as dek kabi degan, as the first one, ya'ni birinchi jismdagidek bir xil yo'nalishda. Uchinchi savol, the second body was moving, ya'ni the second body, ya'ni ikkinchi jism was moving degani, demak, harakatlanayotgan edi. Velocity of, demak, 0.5 metr sekund tezlik bilan harakatlanayotgan edi. In, ya'ni a direction opposite, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda, to the motion of the first one, ya'ni birinchi jismga nisbatan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan edi degan mana 3-savolda. Shu 3 holda tezliklarni topish kerak-da to'qnashuvdan keyingi. Xo'p. Demak, yozadigan bo'lsak, body moving horizontally, bu jism gorizontal harakatlanadi degani. Overtakes another body, boshqa jismni quvib yetadi. In elastic collision between bodies, jismlar orasidagi noelastik to'qnashuv. Velocity imparted after collision, to'qnashuvdan keyin berilgan tezlik. Second body at rest, bu ikkinchi jism tinch holatda. Second body moving in the same direction, ikkinchi jism bir xil yo'nalishda harakatlanadi. Second body moving in the opposite direction, ikkinchi jism qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi. Hop. Common velocity after inelastic collision, bu noelastik to'qnashuvdan keyingi umumiy tezlik. System of two bodies, bu ikki jismning iborat sistema. Conservation of momentum, impuls saqlanish qonuni. Motion along online, bitta chizikda bo'ylab harakatlanmoq. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Og'irligi 1 kilogram bo'lgan 1 metr sekund tezlik bilan gorizontal harakatlanayotgan, og'irligi 0.5 kilogram bo'lgan boshqa jismni quvib yetadi va u bilan, demak, 0.5 kilogram bo'lgan boshqa jismni quvib yetadi va u bilan noyob to'qnashadi. Quyidagi hollarda to'qnashuvlar jism qanday tezlik beriladi? Ikkinchi jism tinch qurganda, ikkinchi jism bir xil yo'nalishda 0.5 tezlik bilan harakatlanganda, ikkinchi jism birinchi tezlik qarama-qarshi yo'nalishda 0.5 tezlik bilan harakatlanganda degan ma'noni bildiradi. Keyingi masalamiz 267. A skater weighing 70 kg force standing on ice throws a stone weighing 3 kg force with a velocity of 18 meter per second in a horizontal direction. Find the distance over which the skater will move back if the coefficient of friction between the skates and the ice is 0.02. Demak, bu yerda ham so'zlarni yozib olamiz. Skater bu, demak, konkichi, demak, weighting bu massali, standing tik turgan, throws uloqtiradi, ice muz, stone tosh, weighting bu og'irlikka ega, velocity tezlik, horizontal gorizontal, direction yo'nalish, find toping, distance masofa, move harakatlanish. Demak, back degani orqaga, koeffitsient bu koeffitsient biz bilamiz. Xo'p, impuls saqlanishga doir misollar ketyapti bu yerda. Between bu orasida, friction ishqalanish, skates konki, system bu sistema, moment demak impuls. Xo'p, ya'ni conservation bu saqlanish demak, yodda qo'yasizlar. Recoil qaytish demak, deceleration bu sekinlashish, stopping bu to'xtash,
Hop, endi qaranglar, demak, yozib chiqadigan bo'lsak, a skater weighing 70 kilogram force, ya'ni og'irligi 70 kilogram bo'lgan konkichi deyapti. Standing on ice, ya'ni demak, standing on ice, ya'ni muz ustida turibdi. Throws, ya'ni otdi. A stone, toshni. Weighing 3 kilogram, ya'ni 3 kilogram toshni, og'irligi 3 kilogram bo'lgan toshni otdi deyapti. With a velocity of 8 meter per second, 8 metr taslim sekund tezlik bilan. Hop. In a horizontal direction, ya'ni gorizontal yo'nalishda. Find topping the distance. The distance masofa over which the skates will move back konkichining orqaga siljish masofasini toping deyapti. Burada find the distance over which the skater qaysiki the skater will move back, ya'ni orqaga harakatlanish masofasini toping deyapti-da. If the coefficient of friction, ya'ni bu agar ishqalanish koeffitsiyenti between orasidagi the skates and the ice, ya'ni muz va skate orasidagi konkichi va muz orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.02 bo'lsa, ya'ni 0.2 ga teng bo'lsa. Xo'p, demak, so'z birikmalarini yozib chiqadigan bo'lsak, skater standing on ice degani muz ustida turgan konkichi. Stone thrown horizontally, demak, tosh gorizontal uloqtiriladi degan. Skater moves backward, ya'ni demak, konkichi orqaga harakat qiladi degan. Recoil due to throwing, recoil due to throwing, demak, uloqtirish natijasida orqaga qaytish. System of scatter and stone, konkichi va demak, toshdan iborat sistema. Conservation of momentum, demak, impuls saqlanishi. Motion after the throw, demak, uloqtirishdan keyingi harakat. Friction between skates and ice, bu konkilar va muz orasidagi ishqalanish. Uniformly deceleration, demak, uniformly deceleration due to friction, bu ishqalanish tufayli bir tekisda sekinlanish. Distance traveled before stopping degani to'xtaguncha bosib o'tilgan masofa degan ma'no bildiradi. Xo'p, horizontal motion on ice, muz ustida gorizontal harakat degan ma'no bildiradi. Xo'p, demak, tushungan bo'lsanglar, oddiy bo'lib qoldi. Mana og'irligi 70 kilogram bo'lgan konkichi muz ustida tik turgan holda og'irligi 3 kilogram bo'lgan toshni 8 metr taslim sekund tezlik bilan gorizontal yo'nalishda otdi deyapti. Demak, otdi. Natijada konkichi orqaga harakatlanadi. Agar konkilar bilan muz orasida ishqalanish koeffitsiyenti 0.2 ga teng bo'lsa, demak, uning to'xtash vaqtini toping deyapti. Konkichi qancha masofani o'tib to'xtaydi degan. Xo'p, demak, tushunarli. Keyingi masalamiz 268-chi. Xo'p, a man, odam, standing on a cart at rest throws a stone with a mass of 2 kg in a horizontal direction. Demak, a man, ya'ni odam standing. The cart with the man rolls backward and its velocity immediately after the stone was thrown is 0.1 meter per second. The cart with the man with 100 kilogram force finds the kinetic energy of the stone 0.5 second after it was thrown. Disregard high resistance. Hop. Yozib oladigan bo'lsak, a man bu yerda odam. Standing tik turgan, demak, cart aravacha, rest tinch holatda degan, throw uloqtirish, otish, stone tosh, mass bu yerda massa, horizontal bu gorizontal bilamiz. Shundagi hamma so'zdan yozib chiqadigan bo'lsak, direction yo'nalish, demak, rolls bu g'ildirab ketadi degani. Backward bu orqa tarafga, velocity tezlik. Immediately bu darhol. After bu keyin. Weight og'irligi, ya'ni og'irligiga bo'lgan. Find bu toping. Kinetic energy, energiya. Second bu demak sekund. Disregard bu e'tiborga olmaslik. Resistance bu qarshilik. Air bu havo. Xo'p, demak, momentum bu impuls. Conservation bu saqlanish. Xo'p, motion harakat. Demak, shu yerdagi bor so'zlarni qo'shib, ozgina tarjima qilib bir ko'ramiz. A man standing on a cart at rest, ya'ni
tish turgan holatda turgan arava ustida odam. Throws otdi, a stone demak tosh otdi. With a mass of 2 kg, ya'ni 2 kg massa bo'lgan toshni otdi deyapti. In a horizontal direction, ya'ni gorizontal yo'nalishda. The cart with the man, odam bilan birga arava, rolls backward. Rolls degani orqaga dumalaydi deydi. Its velocity was 0.1 meter per second. Demak uning tezligi 0.1 metr tasm sekund edi. Immediately after the stone was thrown, ya'ni sразу, ya'ni immediately degani juda tez. After the stone was thrown, tosh otilgandan zahoti desak bo'ladi. The car with the man weighs 100 kg. Odam bilan birga ikkita aravaning og'irligi 100 kg. Xo'p, find the kinetic energy. Kinetik energiyani toping deyapti. Of nimaning? Of the stone, ya'ni toshning. 0.5 second after, ya'ni 0.5 sekund keyin. It was thrown, ya'ni uloqtirilgandan 0.5 soniyada o'tgach. Disregard the resistance of air. Havoni qarshiligini hisobga olmang deyapti. Hop, menda man standing on a cart bu aravachada turgan odam degan ma'no bildiradi. Cart initially at rest, ya'ni aravacha boshlang'ich holatda tinch edi degan. Initially boshlang'ich holatda, at rest u tinch. Stone thrown horizontally, tosh gorizontal uloqtirildi yoki otildi. Carts rolls backward, ya'ni cart rolls backward, ya'ni aravacha orqaga harakatlandi. Velocity immediately after throwing, ya'ni otgan zahotiyoq tezligi deganda, uloqtirishda darhol keyingi tezligi. System of man and cart, ya'ni odam va aravaning birgalikdagi sistemasi. Nimaga shu conservation of momentum, bu impuls saqlanish. Motion after separation, ajralgandan keyingi harakat. Kinetic energy of the stone, toshning kinetik energiyasi. After given an interval, demak ma'lum vaqt oralig'idan keyin degan ma'noda. After a given time interval. Time interval bu oralig, vaqt given berilgan, after keyin. Neglecting air resistance, havo qarshi hisobga olmasin. Demak tushunarli bo'ldi. Tinch holatda turgan aravachada turgan odam massasi 2 kg bo'lgan toshni gorizontal yo'nalishda uloqtirdi. Natijada aravacha odam bilan birga, demak orqaga g'ildirab ketadi. Uloqtirishdan darhol uning tezligi 0.1 metr tasm sekundga teng bo'lgan. Ya'ni aravacha bilan odam. Demak ularning birgalikdagi massasi 100 kg forsada olib havo qarshiligini e'tiborga olmasdan tosh uloqtirgandan 0.5 soniyada o'tgach uning kinetik energiyasini toping deyapti. Xo'p, tushunarli. Keyingi masalamiz 269-masala. A body weighing 2 kg force moves toward another body weighing 1.5 kg force and collides with it initially, inelastically. Before the impact, the velocity of the bodies were 1 and 2 meters per second, respectively. How long will these bodies move after the collision? If the coefficient of friction is 0.05. Xo'p, tushunarli. Demak, bu yerda ham notanish so'z yo'q. O'zi tushungandan tarjima qildinglar degan umiddamiz. Avvalgi so'zlarni yodlagan bo'lsanglar. Hamma so'zlarni bilasizlar bu yerda. Hozir tarjima qilishda sal muammo bo'lishi mumkin. Xo'p, nima demoqchimiz bu yerda? Body jism, weight og'irlik, moves harakatlanadi toward tomonga, another boshqa. Collides bu to'qnashadi. Inelastically bu noelastik tarzda. Before oldin, impact urilish, velocity biz bilamiz tezlik. Velocities bo'lsa tezliklar bo'ladi. Respectively degani mos ravishda. How long degani qancha vaqt. Move harakatlanadi, harakatlik qiladi. After demak keyin. Collision bu to'qnashuv. Coefficient, friction ishqalanish, sistema, momentum demak emasda. Momentum bu impuls. Conservation bu saqlanish, acceleration sekinlanish. Stopping to'xtash. Hop, demak qaradigan bo'lsak, a body with a weighting of 2 kg force, demak og'irlik 2 kg bo'lgan jism moves harakatlanadi towards another body, ya'ni boshqa jism tomonga demak harakatlanadi deyapti.
Demek cism to'g'riga weighting 1.5 kg, yani 1,5 kilogramm og'irlikka ega bo'lgan demak. And collides with it inelastically. Va ular noelastik to'qnashadi. Before the impact, ya'ni to'qnashuvdan oldin, the velocity of the bodies, demak jismlarning tezliklari were, ya'ni were degan are bo'lsa, hozirgi were bo'lsa o'tgan. 1 and 2 per meter second, ya'ni 1 va 2 metr sekund bo'lgan. Respectively, mos ravishda. How long will these bodies move after the collision? Ya'ni to'qnashuvdan keyin bu jismlar qancha vaqt harakatlanadi? The coefficient of friction 0.05. Ishkalanish koeffitsiyenti 0,5 ga teng bo'lsa deyapti. Endi so'z birikmalarini yozadigan bo'lsak, a body moving towards another body degani bir jism boshqa jismga tomon harakatlanadi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, inelastically collision between bodies degani jismlar orasidagi, demak, noelastik to'qnashuvga uchrasizlar. Velocity before impact, urilishdan oldingi, demak, tezliklari. Bodies moves together after collision. Bu degani, demak, to'qnashuvdan keyin birga ketadi degani. Keyin birga harakatlanadi. System of two bodies, bu ikki jismning, demak, nimasi, ikki jismdan iborat sistema. Motion after collision, bu to'qnashuvdan keyingi, demak, harakat. Friction acting on a system, bu sistemaga ta'sir qiluvchi ishkalanish desak bo'ladi. Keyingi uniformly acceleration due to friction, bu demak bir tekisda sekinlanadi ishkalanish kuchi ta'sirida, ya'ni sekinlanish harakat, bu yerda ishkalanish kuchi ta'siridagi. Xo'p. Keyin time until coming to rest, ya'ni time vaqt until gacha degan ma'no biladi. Coming to rest. Coming to rest bu o'zi holiga kelguncha, tinch holatiga kelguncha degani, to'xtaguncha, o'z vaqtiga kelguncha. Hop. Conservation of momentum, impuls saqlashgani, stopping due to friction, ishlanish tufayli to'xtash. Og'irligi 2 kilogramm bo'lgan jism og'irligi 1,5 kilogrammga teng bo'lgan boshqa jism tomoniga harakatlanib, u bilan noelastik tarzda to'qnashadi. Urilishdan oldin jismlarning tezliklari mos ravishda 1 va 2 ga teng bo'lgan. Agar ishlanish koeffitsiyenti 0,5 ga teng bo'lsa deyapti. To'qnashuvdan keyingi jismlarning tezliklari qanday bo'ladi deyapti. Xo'p, shundaymidi? Ko'rib olasiz. Xo'p, keyingi masala. Xo'p, keyingi masalamiz 270. An automatic gun fires, demak, 600 bullets in a minute. The mass of each bullet is 4 grams and its initial velocity is 500 metr second. Find the mean recoil. Xo'p, demak, ko'rsatak bo'ladi. Automatik bu avtomatik, gun bu qurol, fires bu o'q uzadi, bullets o'qlar. Demak, minut daqiqa, massa, each degani har bir degani. Bullet bu o'q. Initial boshlang'ich, velocity tezlik, find toping. Mean degani o'rtacha, average yana bir nimasi. Recoil qaytish. Rate bu tezlik. Momentum bu impuls. Conservation saqlanish. Demak, impuls saqlash qonuni. Force bu yerda kuch. Interaction o'zaro ta'sir degan ma'noni bildiradi. Xo'p, yozadigan bo'lsak, an automatic gun, ya'ni avtomatik qurol, fires 600 bullet in a minute, ya'ni 600 o'q otadi bir daqiqada. Xo'p, the mass of each bullet, ya'ni har bir o'qning massasi yozyapti 4 gram is 4 gram, 4 gram. And its initial velocity va uning boshlang'ich tezligi is 500 metr sekund, ya'ni 500 metr sekund. Find toping the mean recoil, ya'ni o'rtacha orqaga tepki kuchini toping deyapti. Xo'p, demak bu o'ta nima bo'ldi? Oson bo'ldi. Tarjima qilsak bo'ladi bemalol. Nima bo'ladi? Yozib chiqadigan bo'lsak, bu yerda nima bor?
Endi bu yerda ishlatilgan so'zlardan tashqari yana shu mavzuga doir boshqacharoq nimalarni ko'rsak bo'ladi. Xo'p, so'z birikmalarini. Ya'ni automatic gun firing bullets. Ya'ni bu yerda avtomatik qurol o'q uzadi degani, uzyapti. Bullets fired per unit time. Ya'ni bullets, ya'ni o'qlar fired per unit time. Birlik vaqt ichida otilgan o'q degani, per unit time degani birlik vaqtda. Mass of each bullet bu har bir o'qning massasi degan bildiradi. Initial velocity of a bullet bu o'qning boshlang'ich tezligi degani. Rate of firing degani o'q uchish safsatasi degani. Ya'ni 1 sekundda qancha otishida bu yerda. Main recoil of the gun qurolning o'rtacha qaytishi. Demak, recoil force on the gun qurolga ta'sir qiluvchi qaytish kuchi. Demak, momentum carried by bullets, demak, o'qlar olib ketadigan impuls. Change of momentum per time, ya'ni har minutda nima o'zgarishi, impulsning o'zgarishi. Per time vaqt bo'yicha impulsning o'zgarishi. Reaction due to free firing, otish natijasida qarshi ta'sir degani. Conservation of momentum, bu impuls saqlanish qonuni. Opposite direction of recoil, demak, qaytishning qarama-qarshi yo'nalishi degan ma'noni bildiradi. Demak, tushunarli bo'ldi. Avtomatikdan qurol 1 daqiqada 600 ta o'q uzadi. Har bir o'qning massasi 4 gram va boshlang'ich tezligi 500 metr taqsim sekund. Demak, find topping nimani? Qurolning o'rtacha qaytishini, ya'ni recoil, topping qaytish kuchini. Xo'p, tushunarli. Keyingi 271. Demak, kattaroq ekan. A flat car weighing 1 ton F stands on a rails and has a cannot fastened on it weighing 5 ton F, from which a shell is fired along the rails. The shell wings 100 kg force, and its initial velocity with respect to the cannot is 500 meter per second. Over what distance will the car move after the shot if the car is at rest? The second, the car is moving with a velocity of 80 km per hour and the shot is fired in the direction of its motion. The third, the car is moving with a velocity of 80 km per hour and the shot is fired in the opposite direction. The coefficient of friction between the car and the rails is 0.002. Xo'p. Demak, endi flat degani tekis. Demak, a flat car waiting on stands on rails. Xo'p. Demak, vagon. Demak, car vagon. Demak, waiting bu og'irlikka ega, stands turibdi. Relslarda cannot bu yerda to'p. Xo'p. Fasten mahkamlangan. Fasten degan mahkamlangan. Shell bu yerda snaryad. Keyin yana so'z bor. Fired bu demak otilish. Along degani bo'ylab. Initial boshlang'ich. Velocity biz bilan tezlik. Respect degani nisbatan degani. Distance masofa. Move harakatlanmoq. After keyin. Shot otish. Rest degan tinch holatda. Moving harakatlanayotgan. Direction yo'nalish. Opposite demak qarama-qarshi. Coefficient. Friction ishqalanish. Sistema. Recoil qaytish. Demak, momentum impuls. Reconstruction demak saqlanish. Bu yaxshi masala. Demak, yozadigan bo'lsak, qaranglar. A car weighing demak 10 ton F. Og'irligi 10 tonna bo'lgan platforma, ya'ni demak platforma stands on a railways, ya'ni relslar ustunda vagon turibdi, deyapti. And has a cannot, ya'ni has degan bor degan, have'ning has a cannot, ya'ni to'p bor, fastened on it, ya'ni unga mahkamlangan, weighing 5 ton F, ya'ni unga mahkamlangan og'irlik 5 tonna bo'lgan to'p bor, o'qilgan. From which a shell
is fired along the rails. Ya'ni relslar bo'ylab snaryad otiladi. Ya'ni from which undan degani. From which degani undan. A shell snaryad fired along the rail. Demak, snaryad otiladi. The shell weighing 100 kilogram. Snaryad og'irligi 100 kilogram force and its initial velocity uning boshlang'ich tezligi with respect to the cannon, ya'ni demak with respect to degani to'pga nisbatan boshlang'ich tezligi deyapti, is demak 500 metr tasvirga over what distance ya'ni qanday masofa will the car move after the shot, ya'ni o'q otilgandan keyin platforma qanday masofa siljiydi deyapti. Xo'p. Birinchi demak if it is at rest, ya'ni u tinch holatda bo'lsa deyapti birinchi. Xo'p, ikkinchi it is moving with a velocity of 18 km/s. Demak, u 18 km tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, and the shot is fired in the direction of its motion, ya'ni o'q uning harakat yo'nalishida otilsa deyapti. Uchinchi, it's moving a velocity of 18 km/h. Demak, u 18 km tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, and the shot is fired in the opposite direction. Demak, o'q qarama-qarshi yo'nalishda otilsa deyapti. Xo'p, the coefficient of friction between the car and the rails, platforma bilan rails orasida ishqalanish koeffitsiyenti degani bildiradi 0,2 ga teng. Xo'p, endi yana yozilgan a flat car standing on a rails degani rails ustida turgan vagon. Cannot fasten on the car degani vagonga mahkamlangan to'p. Shell fired along the rails, bu rails bo'ylab otilgan snaryad. Initial velocity relative to the cannot, ya'ni to'pga nisbatan boshlang'ich tezligi. Recoil of the car after the shot, otishdan keyingi vagonning qaytishi. Motion of the car after firing, demak otishdan keyingi vagonning harakati. Car initially at rest, demak vagon boshlang'ich tinch holatda. Car initially moving forward, vagon boshlang'ich harakatda. Shot fired in the direction of motion, otish harakat yo'nalishida. Shot fired in the opposite direction, otish qarama-qarshi yo'nalishda. Friction between car and rails, demak vagon va rails orasida ishqalanish. Uniform deceleration due to friction, ishqalanish tufayli bir tekis sekinlashish. Distance traveled before stopping, to'xtaguncha bosib o'tgan masofa. Conservation of momentum during firing, otish davomida impulsning saqlanishi. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Endi polni tarjima qiladigan bo'lsak, agar og'irligi 10 tonna bo'lgan vagon rels ustida turibdi va uning ustiga og'irligi 5 tonna bo'lgan to'p mahkamlangan. To'pdan relslar bo'ylab snaryad otildi. Snaryad og'irligi 100 kg. Uning to'pga nisbatan boshlang'ich tezligi 5 metr/sekund. Otishdan keyin vagonni qanday masofa bosib o'tadi? Shu yerda pauza qilib yozib qo'yasizlar tarjimasini. Xo'p, keyingi 272-chi. A shell weighing, demak 100 kg force is fired from a cannon with a mass of 5-3 kg. The kinetic energy of the shell at the end of the barrel is belgian 5-6 joule. What kinetic energy is imparted to the cannon by the recoil? Xo'p, demak, ko'rib chiqadigan bo'lsak, endi bu yerda noma'lum so'zlar qaysi so'zlar? Shell bu yerda snaryad, weighting og'irlikka ega bo'lgan, fired demak o'q uzadi, cannot degan to'p o'q otadigan. Mass massa, kinetic energy energiya. Demak, end oxiri. Barrel stol. Imparted beriladi, berilmoqda degani. Recoil qaytish, system sistema, motion demak harakat, momentum impuls. Hop. Conservation saqlanish, interaction o'z rotatsiya. A shell weighing 100 kg, og'irligi 100 kg bo'lgan snaryad deyapti. Is fired from a cannon, ya'ni to'pdan otildi. With a mass of 5-3 kg, ya'ni demak massasi 13 kg bo'lgan to'pdan otildi. The kinetic energy of the shell, ya'ni snaryadning kinetik energiyasi at the end of the barrel, ya'ni stolning oxirida
is 7/5 10^5 joule. Shunday getting. What kinetic energy imparted qanday kinetik energiya demak oladi, ya'ni novi tuzuk, demak bu qanday kinetik energiya beriladi? Tuzuk cannot, ya'ni nimaga? To'pga qanday kinetik energiya beriladi? By the recoil, ya'ni orqaga qaytishda deyapti. Xo'p, demak tushunarli bo'ldi. Bu yerda nimalar bor bu yerda? So'z birikmalari shu yerda masaladagi yoki unga o'xshagan so'z birikmalarini yozib chiqamiz. Hop, demak yo'q. Shell fired from a cannot degani to'pdan otilgan snaryad. Mass of the cannot bu to'pning massasi. Kinetic energy of the shell demak snaryadning kinetik energiyasi. At the end of the barrel stol oxirida. Recoil of the cannot demak to'pning orqaga qaytishi. Hop, kinetic energy imparted to the cannot, ya'ni demak nimaga? To'pga uzatilgan kinetik energiya. Hop, motion due to recoil bu demak qaytish natijasida harakat. Conservation of momentum impulsning saqlanishi. Two body interaction bu ikki jismning o'zaro ta'siri. Opposite direction of a motion, ya'ni opposite direction of motion demak harakatning qarama-qarshi yo'nalishi deganini bildiradi. Tushunarli bo'ldi. Oxirgi 100 kg bo'lgan snaryad massasi shunga teng bo'lgan to'pdan otiladi. Snaryadning stol oxiridagi demak kinetik energiyasi 7/5 10^3 joulga teng. Qaytishda orqaga tepishda, ya'ni natijasida to'pga berilgan kinetik energiya qancha deyapti. Xo'p, keyingi masala 273. A body weighing 2 kg force moves with a velocity of 3 meters per second and overtakes another body weighing 3 kg force moving at 1 meter per second. Find the velocity of the bodies after the collision. If the impact is inelastic, and the second impact is elastic, the bodies moves in a straight line and the impact is central. Hop, demak tushunarli bo'ldi. Endi tarjima qilamiz. Body jism, weighting demak og'irlik 1 kg. Weighting og'irlikka ega. Moves bu harakatlanadi. Velocity tezlik. Overtakes quvib yetmoq. Another boshqa. Moving demak harakatlanayotgan. Find bu toping. Velocity tezliklar. Velocities bo'lsa tezliklar bo'ladi. After demak keyin. Collision to'qnashuv. Impact demak urilish. Inelastic noelastic. Elastic esa elastik. Straight bu to'g'ri chiziq. Line bu chiziq. Straight line bu to'g'ri chiziq bo'ladi. Central bu markaziy. System sistema. Momentum impuls. Xo'p. Energy energiya. Conservation demak saqlanish. Xo'p. Endi yozadigan bo'lsak, a body weighing 2 kg, ya'ni og'irligi 2 kg bo'lgan jism moves with a velocity of 3 meters per second, ya'ni 3 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanadi deyapti. And overtakes another body, ya'ni weighing 3 kg, ya'ni og'irligi 3 kg bo'lgan demak boshqa demak jismni quvib yetadi. Moving at 1 meter per second. 1 metr sekund tezlik bilan harakatlanayotgan bir jismni deyapti-da. Find the velocity of the bodies demak tezliklarini toping. After collision to'qnashuvdan keyin jismlarning tezliklarini toping. If the first impact is demak the impact is inelastic, zarba noelastic. The impact is elastic, ya'ni zarba elastik bo'lsa deyapti. The bodies move in a straight line, ya'ni jismlar to'g'ri chiziq bo'yicha bo'ylab harakatlanadi deyapti. And
The impact is central. Ya'ni to'qnashuv zarba markaziy deb hisoblang deyapti. Xo'p, endi yozadigan bo'lsak, body moving with a velocity, jism ma'lum tezda harakatlanadi degan. Overtakes another moving body, ya'ni boshqa harakatlanayotgan jismni quvib yetmoq degani. Body is moving in a straight line, bu jism to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanadi. Central collision of bodies, demak jismlarning markaziy to'qnashuvi degan ma'noni bildiradi. Demak, collision of two bodies, demak ikki jism to'qnashuvi. Xo'p. Velocity after collision, demak to'qnashuvdan keyingi tezliklar. Xo'p. Inelastic impact between bodies, demak jismlarni noelastik to'qnashuv, ya'ni jismlar orasidagi noelastik urilish to'qnashuv. Elastic impact between bodies, demak jismlar orasidagi demak elastik to'qnashuv. Common velocity after inelastic collision, demak noelastik to'qnashuvdan keyingi umumiy tezlik degan ma'noni bildiradi. Birgalikda ketadi-ku shu. Separate velocity after elastic collision, demak elastik to'qnashuvdan keyingi отдельный degani bu yerda alohida tezliklari. Separate bu alohida. Conservation of momentum, impulsning saqlanishi. Conservation of kinetic energy, kinetik energiyaning saqlanish qonuni desak bo'ladi. Xo'p. Motion along one line, bitta chiziqda harakatlanmoq degan bildiradi. Xo'p, endi ko'radigan bo'lsak, og'irligi kilogramm bo'lgan jism 3 tezlik bilan harakatlanib, og'irligi demak 3 kilogramm bo'lgan jismi 1 metr tezlik bilan harakatlanib, boshqa jismga quvib yetadi. Jismlar to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanadi va to'qnashuv markaziy deb hisoblab, demak, to'qnashuvdan keyingi jismlarning tezliklari topilsin deyapti. Agar urilish noelastik bo'lsa, ikkinchi esa urilish noelastik bo'lsa. Birisida elastik, birisida noelastik. Xo'p, keyingi masalamiz 274-chi. What should be the ratio between the masses of the bodies in the previous problem for the first body to stop after an elastic impact? Xo'p, tushunarli. Ratio degani nisbat degani, between bu orasidagi, masses bu massalar, massas. Bodies, previous degani oldingi. Problem bu masala. First, birinchi. Stop bu to'xtash. After, keyin. Elastic, Impact, urilish. Collision, to'qnashuv. Motion, harakat. Velocity, tezlik. Momentum, impuls. Conservation, saqlanish. Condition, shart, holat. Xo'p. Demak, yozadigan bo'lsak, what should be ratio, ya'ni nisbati qanday bo'lishi kerak degan. Should degani kerak degani. Qanday bo'lishi kerak? Nisbat qanday bo'lishi kerak? Between the masses of bodies, ya'ni orasidagi jismlar massalar orasidagi deyapti-da. In the previous problem, ya'ni oldingi masaladagi. B bo'lishi uchun for the first body to stop, ya'ni birinchi jism to'xtashi uchun. After an elastic impact, ya'ni elastik to'qnashgan paytda birinchi jism to'xtab qolishi uchun massalar nisbati qanday bo'lishi kerak deyapti-da. Endi shunga doir, shunga o'xshash masalalarni nima qiladigan bo'lsak, so'z birikmalarini, demak, tushunarli bo'ldi. O'zi bu mana what should be degani bo'lishi kerak deyapti-da. Ratio nisbat, between orasida. Of the bodies bu jismlarning. Hop, in the previous problem degani oldingi masalada. In the next problem bo'lsa keyingi masala bo'ladi. Previous oldingi, next keyingi. Xo'p, yozadigan bo'lsak endi ratio between masses, demak massalar nisbati orasidagi nisbat, ya'ni orasida degani between, massalar orasidagi nisbat. Masses of the bodies, demak jismlarning massalari. Condition of the previous problem, demak oldingi masalaning shartlari, conditions bo'lsa shartlari. Central elastic impact, markaziy elastik to'qnashuv degan ma'noni bildiradi. Demak, body is moving a straight line, jismlar to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanadi. Xo'p. Keyin
Demak, first body stops after collision. Ya'ni birinchi jism to'xtab qoladi bir to'qnashuvdan keyin degani. Xo'p, velocity becomes zero, u tezlik 0 bo'ladi degani. Demak, motion after elastic collision, ya'ni demak, elastik to'qnashuvdan keyingi harakat degan ma'noni bildiradi. Xo'p, conservation of momentum, impuls saqlanishi. Xo'p, conservation of kinetic energy, kinetik energiyaning saqlanishi. Xo'p, exchange of velocity, tezliklarning almashinishi. Agar massalar teng bo'lsa, elastik to'qnashuvda tezliklar almashar edi. Shunga o'xshash nimasi bor? Mass ratio condition, massa nisbat sharti. Massalarning nisbat sharti deganda bu. Xo'p, demak, tushunarli bo'ldi. Endi shu yerda juda ko'p nima bo'lgan. Endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu yerda masala oson. Shunga o'xshash masalalarni demak ishlasa bo'ladi, muammo yo'q. Bu yerda qanday notanish so'zlar bor? Notanish so'zlar yo'q. Demak, what should be ratio? Ya'ni qanday bo'lish kerak deyapti. What should be ratio? To stop. Qaranglar, mana shu yerda in the previous problem yoki be for the first body, ya'ni for the first body to stop degani birinchi jism to'xtashi uchun degan ma'nolarni bildiradi. Xo'p. Xo'p. Keyin endi buni shunday tarjima qiladigan bo'lsak, what should be ratio between the masses of the bodies, ya'ni jism massalar orasidagi nisbat qanday bo'lishi kerak deyapti. For uchun the first body to stop after an elastic motion. Ya'ni birinchi jism to'qnashuvdan keyin to'xtab qolishi uchun deyapti-da bu yerda. Xo'p, demak keyingi masalamiz 275-masala. A body weighing 3 kg force moves with a velocity of 4 meters per second and strikes an immobile body of the same weight. Assuming the impact to be central and inelastic, find the amount of heat evolved during the collision. Xo'p, tushunarli. Demak, menimcha sizlar ham tushundinglar bu masalaning shartini, lekin baribir yozib chiqamiz. Mana bu endi sizlarga menimcha juda hamma so'zlar уже bu yerda muammo bo'lmadi. Body jism, weighting og'irlikdagi, moves harakatlanadi, velocity tezlik, strikes uriladi, immobile harakatsiz, same bir xil, weighting og'irlik, assuming degani faraz qilamiz, qabul qilamiz. Impact urilish, central markaziy, inelastic noelastic, find topping, amount miqdor degani heat issiqlik, heat, evolved degani ajralmoq degani. During davomida, collision demak to'qnashuv, system sistema, energy energiya, loss yo'qotish, conversation demak aylanish, conversion. Xo'p, endi a body weighing 3 kg, ya'ni og'irligi 3 kg bo'lgan jism moves with a velocity of 4 meters per second, ya'ni 4 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanadi deyapti. And va strikes an immobile body, ya'ni tinch turgan jismga of the same weight, ya'ni bir xil og'irlikdagi, ya'ni o'zi bilan bir xil og'irlikdagi harakat jismga uriladi. Assuming the impact to be central, ya'ni qabul qilamiz impact, ya'ni to'qnashuv markaziy va inelastic noelastic, ya'ni zarba markaziy va noelastic deb faraz qilamiz. Find the amount of heat, ya'ni amount miqdor, of heat issiqlik miqdorini toping. Evolved during the collision, ya'ni to'qnashuv davomida. Ya'ni to'qnashuv davomida ajralib chiqqan issiqlik miqdorini toping deyapti. Уже ko'rdinglarmi, 3-nimani yozganda уже tushunarli bo'lib qoldi, lekin shunda ham hozircha
Yana ikki nimani yozamiz, ya'ni bu nimani? Demak, shu oralikdagi so'z birikmalarini yozamiz. Xo'p. Moving body force collision. Demak, moving body before collision, ya'ni nima bu degani? To'qnashuvdan oldingi harakatlanuvchi jism degani. Moving body before collision. Xo'p. Immobile body at rest, ya'ni tinch holatdagi harakatsiz jism. Xo'p. Bodies of the same weight, ya'ni bir xil og'irlikdagi degani. Strikes an immobile body, ya'ni harakatsiz jismga uriladi degani. Central inelastic impact, ya'ni markaziy noelastik to'qnashuv degani. Hop, collision of two bodies, ikki jismning to'qnashuvi. Motion after collision, demak, to'qnashuvdan keyingi harakat. Loss of mechanical energy, ya'ni mexanik energiyaning yo'qolishi. Hop. Conversion into heat energy, ya'ni issiqlik energiyaga aylanishi. Heat evolved during collision, ya'ni to'qnashuvda davomida ajralgan issiqlik miqdori. Xo'p. System of interaction. Demak, system of interacting bodies, o'zaro to'qnashuvchilar jismlarning sistemasi. Motion along one line, bir to'g'ri chiziqda harakat. Bir to'g'ri chiziq bo'ylab harakat degan ma'noni bildiradi. Xo'p, tushunarli. Demak, og'irligi 3 kg bo'lgan jism 4 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanib, tinch turgan bir xil massali, o'zining og'irligiga teng bo'lgan massali jism bilan to'qnashadi. Xo'p, agar to'qnashuv markaziy va noelastik deb hisoblab, find the amount of ajralgan issiqlik miqdorini, ya'ni to'qnashuv davomida ajralgan issiqlik miqdorini toping deyapti. Xo'p. Xo'p, keyingi masala 276. A body with a mass of 5 kg strikes an immobile body with a mass of 2.5 kg, which after the impact begins to move with a kinetic energy of 5 joule. Assuming the impact to be central and elastic, find the kinetic energy of the first body before and after the collision. Xo'p, demak, tushunarli. Bu yerda yana yozadigan bo'lsak, body jism, massa, strikes uriladi, immobile harakatsiz, demak, after keyin, impact urilish, begins demak boshlaydi, move harakatlanadi degan bu yerda kinetic energy, energiya, assuming demak faraz qilamiz, qabul qilamiz degani. Central bu markaziy. Xo'p, elastic. Find toping. Xo'p. Before oldin, collision to'qnashuv. System sistema. Moment, ya'ni momentum bu yerda impuls. Demak, harakat miqdori. Conservation bu saqlanish. Transfer demak uzatish. Xo'p, demak, yozib oladigan bo'lsak, a body with a mass of 5 kg, ya'ni massasi 5 kg bo'lgan jism. Strikes an immobile body, ya'ni harakatsiz turgan jismga uriladi degani. Xo'p, with a mass of 2.5 kg, ya'ni 2,5 kg massali, ya'ni massasi 2 kg bo'lgan jismga. Which qaysi after the impact, ya'ni zarbadan keyin begins to move, harakatlana boshlaydi. Xo'p, with a kinetic energy, ya'ni shunday kinetik energiya bilan, ya'ni 5 joule kinetik energiya bilan. Xo'p, assuming qabul qilamiz the impact to be central and elastic, ya'ni zarbani markaziy va elastik deb faraz qilamiz. Xo'p, find kinetic energy of the first body, ya'ni birinchi demak jismni kinetik energiyasini toping deyapti. Before and after collision, ya'ni to'qnashuvdan oldin va keyingi. Ya'ni izidan oxiridan ketamiz bu yerda tarjima qilish uchun. Xo'p, demak, so'z birikmalarini yozadigan bo'lsak, bu masalani ham demak, bu yerda notanish so'z birikmalari yo'q. Tushunarli. Shu yerda shunda ham yozamiz, qaranglar. Demak,
intact. Moving body before collision. Ya'ni to'qnashuvdan oldingi harakatlanuvchi jism, harakatlanayotgan jism degan ma'noni bildiradi. Immobile body at rest. Ya'ni tinchlikdagi yoki tinch holatdagi harakatsiz jism. Strikes an immobile body. Ya'ni harakatsiz jismga uriladi degan bu yerda. Qo'shimchasi. Central elastic impact. Ya'ni markaziy elastik to'qnashuv. Collision of two bodies, ya'ni ikki jismning to'qnashuvi. Collision bu yerda to'qnashuv. After the impact, ya'ni urilishdan keyin. After degan keyin degan. Body begins to move, ya'ni jism harakatlana boshlaydi degan. Begins to move. Xo'p. Kinetic energy after collision, ya'ni kinetik energiya to'qnashuvdan keyin. Xo'p, keyingi kinetic energy before collision, ya'ni to'qnashuvdan oldingi kinetik energiya degani bu. Hop. Conservation of momentum, ya'ni impulsning saqlanish qonuni. Conservation of kinetic energy, ya'ni kinetik energiyaning saqlanish qonuni. Hop. Keyingi energy transfer during collision, ya'ni energy transfer during collision, to'qnashuvda energiya uzatilishi degani. Hop. Keyingi motion along online, bitta chiziqda harakat qilmoq degan. Demak, masalani tarjimasini yozadigan bo'lsak, endi massasi 5 kg bo'lgan jism, massasi 2,5 kg bo'lgan tinch turgan jismga uriladi. Urilishdan keyin ikkinchi jismning kinetik energiyasi 5 joul energiyaga ega bo'lsa, demak, birinchi jismning agar urilish markaziy elastik deb hisoblansa, to'qnashuvdan oldin va to'qnashuvdan keyingi birinchi jism kinetik energiyasini toping deyapti bu yerda. Xo'p, keyingi masalamiz 277-chi. A body weighing 49 Newton strikes an immobile body weighing 2,5 kg. The kinetic energy of the system of these two bodies becomes 5 joule directly after the impact. Assuming the impact be central and inelastic, find the kinetic energy of the first body before the collision. Xo'p, demak, buni menimcha hamma tushundi. Masalan, tarjimasini ham bildik. Shunda ham yana bir marta shu yerda ishlatilgan butun masalani, so'zlarni yozib olamiz. Xo'p, weighting bu og'irlikdagi ega. Strikes uriladi. Immobile harakatsiz. Kinetic. Xo'p, energiya. Sistema 2 become bo'ladi degani. Directly darhol shu zahotiyoq degan. Directly degan. After keyin impact urilish. Assuming faraz qilaylik. Central bu yerda markaziy. Inelastic, noelastic. Find topish. Before oldin. Collision to'qnashuv. Momentum bu impuls. Momentum yana yozilib ketibdi. Hozir buni o'chiraman desam, butun hammasini o'zgartirishim kerak bo'ladi. Hop. Interaction o'zaro ta'sir. Loss yo'qolish. Hop. Endi ko'rib chiqadigan bo'lsak, a body weighing 49 Newton. Og'irlik 49 Newton bo'lgan jism strikes an immobile body, ya'ni harakatsiz jismga uriladi. Weighing 2,5 kg bo'lgan. Kinetic energy of the system of these two bodies, ya'ni ushbu ikki tizimning kinetik energiyasi become 5 joule, ya'ni 5 joule. Xo'p, birgalikda kinetik energiyasini aytyapti. Directly after direction, ya'ni after direction impact. Directly after the impact, ya'ni zarbadan darhol keyin ularning kinetik energiyadan so'rayapti. 5 joule deyapti. Assuming the impact to be central and inelastic, zarba markaziy va noelastik deb faraz qilib, find the kinetic energy of the first body, ya'ni birinchi jismning kinetik energiyasini toping. Before the collision, to'qnashuvdan oldin. Tinglar qizim. Xo'p, demak, endi yozadigan bo'lsak, strikes an immobile body, ya'ni harakatsiz jismga uriladi. Kinetic energy of the system, ya'ni sistemaning kinetik energiyasi. Directly after the impact, urilishdan keyingi darhol. Central impact, markaziy urilish. Collision of two bodies, ya'ni ikki jism to'qnashuvi.
Collision. Interaction during collision. To'qnashuv paytidagi, ya'ni to'qnashuv vaqtidagi o'zaro ta'sir. Momentum conservation, impuls saqlanishi, yana bu sizga juda tanish bo'lib keldi. Momentum conservation law, impuls saqlanish qonuni. Mechanical energy after impact, urilishdan keyingi mexanik energiya. Xo'p, demak tushunarli. Demak, og'irligi, demak 49 newton bo'lgan jism, og'irligi 2,5 kilogramm bo'lgan, demak jism demak harakatsiz jismga uriladi, deyapti. Urilishdan darhol keyin ushbu ikki jismning birgalikdagi, ya'ni jismning iborat sistemaning kinetik energiyasi 5 joule bo'lib qoladi. Ya'ni 5 joulga teng bo'ladi. Xo'p, urilish markaziy va noelastik deb hisoblab, find the kinetic energy of the first body. Ya'ni birinchi jismning demak to'qnashuvdan oldingi kinetik energiyasini toping, deyapti. Keyingi masala 278. Two bodies move towards each other and collide inelastically. The velocity of the first body before the impact is 2 meters per second, and that of the second is demak 4 meters per second. The common velocity of the bodies after the collision coincides in direction with the velocity of the first body, and it is equal to 1 meter per second. How many times did the kinetic energy of the first body exceed that of the second body? Xo'p, demak tushunarli. Two bu yerda ikki, bodies jismlar, move harakatlanadi. Xo'p, towards degani tomonga degani, each degani har bir, each other har bir, ham other boshqa. Collide bu yerda to'qnashadi. Inelastically bu noelastic. Velocity bu tezlik. First birinchi, second ikkinchi, before oldin, impact demak urilish, total umumiy, common umumiy, after keyin, collision to'qnashuv, coincides mos keladi, direction yo'nalish, equal teng, kinetic energy energiya, exceed ortiq bo'lmoq, ratio demak nisbat, momentum impulse harakat, conservation saqlash. Shu yerda yangi so'zlar exceed bor, mana coincides bor, coincides va boshqa, menimcha bu yerda yangi so'z yo'q. Xo'p, endi yozib chiqadigan bo'lsak, two bodies, ikki jism, move towards each other, ya'ni bir-biriga qarab harakatlanadi, deyapti. And collide inelastically, ya'ni ikki jism bir-biriga qarab bir-biriga qarab noelastik tarzda to'qnashadi, deyapti. The velocity of the first body before the impact, zarbdan oldin birinchi jismning tezligi is 2 metr taqsim sekund. And of the second body, ikkinchisiniki is 4 metr taqsim sekund. Ya'ni 4 metr taqsim sekundga teng. The total velocity of the bodies after collision, demak, ya'ni to'qnashuvdan keyin jismlarning umumiy tezligi coincides in direction with the velocity of the first body. Ya'ni birinchi jismning tezligining yo'nalishida. Ya'ni bizda aytyapti, to'qnashuvdan keyin jismlarning umumiy tezligi birinchi jismning tezligi yo'nalishi bilan mos keladi, and is equal to 1 metr per second. Ya'ni va 1 metr per sekundga teng. How many times, necha marta, did the kinetic energy of the first body, ya'ni kinetik energiya, birinchi jismning kinetik energiyasi necha marta, deyapti. Kinetik energiyasi exceed that of the second one, ya'ni ikkinchisiga nisbatan ortiq. Qancha marta ortiq, deyapti. Ikkinchisiga exceed that of the second one, ya'ni exceed that, exceed degani marta, qancha marta ortiq degani bildiradi-da. Qancha marta ortiq, deyapti. Demak, move towards each other, bir-biriga qarab harakatlanish. Inelastic collision, noelastic to'qnashuv. Velocity before impact, demak urilishdan oldingi tezlik. Collision between bodies, jismlar orasidagi to'qnashuv. Common velocity after collision, to'qnashuvdan keyingi umumiy tezlik.
Direction of motion, harakat yo'nalishi degan ma'noni bildiradi. Kinetic energy of the body, demak jismning kinetik energiyasi. Hop, ratio of kinetic energy, demak kinetik energiyalarning nisbati degan ma'noni bildiradi. Hop, conservation of momentum, impuls saqlanishi. Motion after collision, to'qnashuvdan keyingi demak harakat. Endi tushunadigan bo'lsak, ikki jism bir-biriga qarab harakatlanyapti va noelastik tarzda to'qnashadi. Urilishdan oldin birinchi jismning tezligi 2, ikkinchisining esa 1 bo'lgan. 4 metr tasvirga keyin. To'qnashuvdan keyin jismlar birgalikda harakatlanib, ularning umumiy tezligi birinchi jismning tezligi yo'nalishiga mos keladi va 1 metr tasvir sekundga teng. Urilishdan oldin birinchi jismning kinetik energiyasi, ikkinchisining kinetik energiyasi necha marta katta bo'lganini toping deyapti. Xo'p, keyingi 209-chi masala. Xo'p, two balls are suspended on a parallel threads of the same length of so that they contact each other. The mass of the first ball is 0.2 kilogram and that of the second is min gram. The first ball is deflected so that its center of gravity rises to a height of 4.5 centimeters and is then released. What height will the balls rise to after the collision if the impact is elastic? The first question. The second question, the impact is inelastic. Hop, demak, menimcha tushundinglar buni hammasini. Demak, bu yerda notanish so'z yo'q. Avvalgi so'zlarni yodlagan bo'lsanglar, hammasi tanish. Demak, two deyapti. Two balls, ya'ni 2, demak, shar. Suspended bu osilgan. Parallel uzunli, demak, suspended deb osilgan. Parallel threads. Threads bu yerda ip. Same bir xil. Length uzunlik. Contact tegishi, ya'ni aloqada bo'lish, tegish. First birinchi, second ikkinchi. Deflected bu og'dirilgan. Center markaz. Gravity tortishish. Rises ko'tariladi, rise. Height balandlik. Released demak qo'yib yubormak. Released. Collision to'qnashuv. Impact urilish. Elastic inelastic, noelastic. Motion harakat. Energy energiya. Momentum impulse. Conservation demak saqlanish. Xo'p, endi yozib chiqadigan bo'lsak, two balls, ikki shar are suspended on a parallel threads. Ya'ni ikki shar parallel threads osilgan. Of the same length, ya'ni bir xil uzunlikdagi iplarga osilgan deyapti. Ya'ni bir xil uzunlikdagi parallel iplarga osilgan. So that they contact each other. Shunday ekan, ya'ni shuning uchun bir-biriga tegib turadi. So that degan shunday, shuning uchun shunday qilib turadi. Hop, the mass of the first body, ya'ni birinchi sharning massasi is 0.2 kilogram, 0.2 kilogram. And va that of the second, ya'ni va o'sha ikkinchisiniki deyapti, ikkinchi sharniki 100 gram, 0.1 kilogram ekan. The first ball is deflected, ya'ni birinchi ball og'diriladi, birinchi shar og'diriladi. So that its center, shuning uchun its center of gravity, ya'ni uning massa markazi rises, bu yerda ko'tariladi, to a height of 4,5, uning og'irlik markazi 4,5 cm balandlikka ko'tariladi deyapti-da bu yerda. And is then released, keyin qo'yib yuborildi deyapti. And is then released, qo'yib yuborildi. What height, ya'ni qanday balandlik, will the ball rise to after the collision, ya'ni to'qnashuvdan keyin sharlar qanday balandlikka ko'tariladi deyapti. Demak, ikki shart bor. Birinchi, agar the impact is elastic, ya'ni zarba elastik. The impact is inelastic, zarba noelastic. Xo'p, tushunarli. Endi shu yerdagi so'z birikmalarini yozib chiqadigan bo'lsak, suspended on parallel threads degani parallel iplarga osilgan degan. Threads on same length, ya'ni threads iplar of the same length degani bir xil uzunlikdagi iplar. Contact each other, bir-biriga tegib turadi.
Deflected from equilibrium. Demak, muvozanat holatidan og'dirilgan. Xo'p. Center of gravity rises. Demak, og'irlik markazi ko'tariladi degan. Release it from rest, ya'ni tinch holatdan qo'yib yuboriladi. Release it from rest, from deganidan, rest degan tinch holatdan. Release it qo'yib yuboriladi. Collision between balls, demak sharlar orasidagi to'qnashuv. Elastic impact, elastik to'qnashuv. Inelastic impact, noelastik urilish. High after collision, to'qnashuvdan keyingi balandlik. Conservation of momentum, impuls saqlanishi. Conservation of energy, energiyaning saqlanishi. Xo'p, endi yozib chiqadigan bo'lsak, ikkita shar bir xil uzunlikdagi parallel iplarga osilgan. Ulardan bir-biriga tegib turadi. Birinchi sharning massasi 0,2 kilogramm, ikkinchi sharning massasi 0,1 kilogramm. Birinchi shar shunday og'dirilganki, uning kinetik energiyasi massa markazidan uning massa markazi 4,5 cm balandlikka ko'tariladi va so'ng qo'yib yuboriladi. To'qnashuvdan keyingi sharlar qanday balandlikka ko'tariladi deyapti-da. Sharlar to'qnashuv dastlab elastik, dastlab elastik, keyin noelastik. Xo'p, keyingi masalamiz 280-chi. 280. A bullet flying horizontally strikes a ball suspended from a very light, rigid rod and gets stuck in it. The mass of the ball is 1000 times greater than of the ball. Demak, 1000 marta katta. The mass of the ball is, demak, 1000 times greater than that of the ball. The distance from the point suspension to the center of the ball is 1 meter. Find the velocity of the bullet if the rod with the ball deviates by an angle of 10 grams after the impact. Xo'p, demak tushunarli. Endi shu yerda notanish so'zlar ham bor bu yerda. Yozib chiqadigan bo'lsak, xo'p, bullet bu yerda o'q, flying uchayotgan, horizontally horizontal, strikes uriladi, ball shar, suspended osilgan, very juda, high yengil. High emas, light yengil degani. Rigid qattiq, rod bu yerda tayoq. Get stuck, ya'ni yopishib qoladi degani. Get stuck, ilishib qoladi, yopishib qoladi. Mass, massa, greater, katta. Distance, masofa. Point, nuqta. Suspended, demak suspension bu osilish bu. Center, markaz. Find, toping. Velocity, tezlik. Deviates, og'adi. Angle, burchak. After, keyin. Impact, urilish. Collision, to'qnashuv. Momentum, impuls. Conservation, saqlanish. Energy, energiya. Gravity, tortishish. Swing, tebranish. Xo'p, endi yozib oladigan bo'lsak, a bullet flying horizontally, ya'ni gorizontal yo'nalishda uchayotgan, demak, o'q. Strikes a ball suspended from a very light, rigid rod, juda yengil va qattiq tayoqqa osilgan sharga. And gets stuck in it, ya'ni in it, uning ichiga yopishib qoladi, unga yopishib qoladi. The mass of the ball, ya'ni sharning massasi, is 1000 times greater than that of the bullet. Ya'ni sharning massasi o'qnikidan 1000 marta katta deyapti. Xo'p, the distance from the point of suspension to the center of the ball, ya'ni osilish nuqtasidan sharning markazigacha bo'lgan masofa deyapti. Is 1 meter, ya'ni 1 metrga teng. Find, toping, the velocity of the bullet, o'qning tezligini. Toping deyapti. If the rod with the ball deviates by an angle of 10 grams after the impact. Agar deyapti, 10 zardan keyin sharli tayoqcha 10 gradus burchakka og'sa deyapti. Tezligini toping, o'qning tezligini toping deyapti-da. Xo'p, demak, bu ham tushunarli bo'lib qoldi. Endi yozadigan bo'lsak, bullet flying horizontally, gorizontal uchayotgan o'q. Strikes a suspended ball, demak, osilgan sharga uriladi deyapti. Get stuck in the ball, ya'ni sharga yopishib qoladi. Get stuck in the ball, sharga yopishib qoladi. Very light, rigid rod, ya'ni juda yengil, qattiq tayoq. Very light, yengil, rigid rod, qattiq tayoq. Point of suspension, osilish nuqtasi. Distance of the center of the ball,
Demek sharning markazigacha bo'lgan masofa. Mass much greater than. Massa ancha katta. Mass much greater than. Velocity of the bullet o'qning tezligi. Rod deviates by an angle. Ya'ni tayoqcha burchakka og'adi. Yani. Of deb burchakdan aytarsak bo'ladi. After the impact urilishdan keyin. Conservation of momentum impuls saqlanishi. Rise due to impact urilish natijasida burilmoq, ko'tarilmoq degani. Xo'p. Motion under gravity gravitatsiya ta'siridagi harakat. Xo'p, endi tushunadigan bo'lsak, demak, bu tushunarli 280-masalani. Gorizontal yo'nalishda uchayotgan, demak, o'q juda yengil va qattiq tayoqqa osilgan sharga uriladi va unga tiqilib qoladi, deyapti. Demak, sharning massasi o'qning massasidan 1000 marta katta, deyapti. Va osilish nuqtasidan sharning markazigacha bo'lgan masofa 1 metr, deyapti. Find the velocity of the bullet. Ya'ni o'qning tezligini toping, deyapti. Agar urilishdan keyin sharli tayoq 10 gradusga burilgan bo'lsa, o'qning tezligini toping degan masala. Demak, bunday masalalarni ham ishlaganmiz. Xo'p, keyingi masalamiz 281. A bullet flying horizontally strikes a ball suspended from a light rigid rod and gets stuck in the ball. The mass of the bullet is 5 grams and that of the ball is 0.5 kilogram. Xo'p. The velocity of the bullet is 500 metr tasm sekund. At what maximum length of the rod, the distance from the point of suspension to the center of the ball, will the ball rise to the top of the circle as a result of the impact? Xo'p, tushunarli. Menimcha shundaylar. Shunda ham yozib chiqamiz. Demak, bullet o'q flying uchayotgan, horizontally horizontal strikes uriladi. Ball shar. Suspended osilgan. Light yengil. Rigid qattiq. Rod tayoq. Get stuck yopishib qoladi, ya'ni kirib qoladi. Mass massa. Velocity tezlik. Maximum maksimal. Length uzunlik. Distance masofa. Point nuqta. Suspension bu osilish. Center markaz. Rise ko'tariladi. Top yuqori. Demak, yuqori. Circle aylana. Impact osil. Demak, impact bo'lsa urilish. System sistema. Momentum impuls harakat miqdori. Conservation saqlanish. Hop, energy energiya. Yozadigan bo'lsak, a bullet flying horizontally, ya'ni gorizontal uchayotgan o'q strikes a ball suspended from a light rigid rod and gets stuck in the ball. Demak, strikes a ball suspended from a light rigid rod, ya'ni yengil qattiq tayoqqa osilgan sharga uriladi. And gets stuck ya'ni get stuck in the ball, ya'ni sharga yopishib qoladi, kirib qoladi. The mass of the bullet, o'qning massasi is 5 gram, ya'ni 5 gramga teng. And that of the ball, sharniki esa is 0.5, 5 kilogram, 500 gram. The velocity of the bullet, ya'ni o'qning tezligi is 500 metr tasm sekund. Hop. At what maximum length of the rod, ya'ni tayoqchaning maksimal uzunligi qanday, ya'ni maksimal uzunligida deyapti. The distance from the point of the suspension to the center of the ball, ya'ni osilish nuqtasidan sharning markazigacha bo'lgan masofa deyapti-da bu yerda. Will the ball, shuning ichki bo'g'anda deydi. Will the ball rise to the top of the circle, ya'ni u shar aylanib aylananing eng yuqori nuqtasigacha ko'tariladi, qanday uzunlik bo'lganda deyapti. As a result of the impact, zarba natijasida deyapti. Xo'p, demak bu tushunarli. Bullet flying horizontally, horizontal uchayotgan o'q. Ball suspended from a rigid rod, qattiq tayoqqa osilgan shar.
Bullet gets stuck in the ball, demak o'q sharga yopishib qoladi. Inelastic impact with the sticking, yopish bilan elastik urilish. Xo'p. Combined system after impact, urilishdan keyin birikkan sistema. Distance from suspension point to the center, ya'ni distance from suspension point to the center, ya'ni osilish nuqtasidan markazgacha bo'lgan masofa. Maximum length of the rod, tayoqning maksimal uzunligi. Motion along a circular path, bu aylana bo'ylab harakat. Xo'p, ball rise to the top of the circle, ya'ni shar aylananing eng yuqori nuqtasiga ko'tariladi, deyapti. Conservation of momentum during impact, ya'ni to'qnashuv davomida impulsning saqlanishi urilish davomida. Conservation of kinetic energy to potential energy, ya'ni kinetik energiya. Xo'p, kinetik energiyaning potensial energiyaga aylanishi degani. Xo'p, endi yozadigan bo'lsak, gorizontal yo'nalishda uchayotgan o'q yengil qattiq tayoqqa osilgan sharga uriladi va sharga yopishib qoladi. O'qning massasi 5 kilogramm, 5 gramm. Sharning massasi 0,5 kilogramm, 500 gramm. O'qning tezligi 500 metr taqsim sekundga teng. Urilish natijasida shar aylana bo'ylab yuqoriga ko'tarilib, aylananing eng yuqori nuqtasiga yetishi uchun tayoqning uzunligi, ya'ni maksimal uzunligi qanday bo'lishi kerak, deyapti. Bo'lgan masofa, ya'ni shar markazidan osilgan nuqtagacha bo'lgan masofada. Xo'p, keyingi masala 282. A mollet weighing 0.5 kg force strikes an immobile wall. At the moment of impact, the velocity of the mollet is 1 meter per second. Assuming the coefficient of restitution to be 0.5, find the amount of heat evolved during the impact. The coefficient of restitution is the ratio of the velocity of the body after impact to that before impact. Xo'p, tushunarli. Endi bu yerda ham notash so'zlar bor. Boshqa yozib chiqaylik. Xo'p, mollet bu yerda bolg'a, weighting og'irlikka ega bo'lgan, strikes uriladi, immobile harakatsiz. Wall devor. Moment bu lahza shu vaqtda. Impact urilish, velocity tezlik. Assuming faraz qilaylik, faraz qilinadi. Coefficient demak koeffitsient. Restitution demak qaytish, ya'ni elastik qaytish darajasi. Hop, equal bu teng. Find topish. Amount miqdor. Heat issiqlik. Evolved ajralib chiqqan. Ratio nisbat. Before oldin. After keyin. Collision to'qnashuv. Energy energiya. Loss bu yo'qolish. Hop, endi birgalikda yozib chiqadigan bo'lsak, mana a mole weighing 0.5 kg, ya'ni bu yerda aytyapti 0.5 kg massali og'irlikdagi bolg'acha. Strikes an immobile wall, ya'ni harakatsiz turgan devorga uriladi. At the moment, ya'ni bu momentda, of impact, ya'ni zarba momentida, ya'ni onida, the velocity of the mollet, ya'ni bolg'achaning tezligi is 1 meter, ya'ni 1 metr taqsim sekundga teng. Assuming the coefficient of restitution to equal 0.5 in impact. Zarba paytida qaytish koeffitsiyenti demak 0.5 ga teng deb faraz qilib, hop, find the amount of heat, ya'ni issiqlikni toping, evolved during the impact, zarba davomida ajralib chiqqan deganini bildiradi. Hop. Keyingi the coefficient of restitution qaytish koeffitsiyenti is the ratio between the velocity of the body after the impact and that before the impact. Jismning zarbadan keyingi tezligining zarbadan oldingi tezligiga nisbatidir, deyapti.
No, the coefficient of qaytish koeffitsiyenti nimaligini tushuntiryapti. Hop, Mollet strikes a wall, bolg'a devorga uriladi. Immobile rigid wall, harakatsiz qattiq devor. Velocity at the moment of impact, urilish paytidagi tezlik. Coefficient of friction resistance, demak, qaytish koeffitsiyenti. Hop, ratio of velocity, before and after. Demak, urilishdan oldingi va keyingi tezliklar nisbati deganini bildiradi. Hop, keyingi collision with a rigid wall, ya'ni qattiq devor bilan to'qnashuv. Motion reversal after impact, ya'ni bu urilishdan keyin harakat yo'nalishining o'zgarishi degani. Loss of kinetic energy, bu kinetik energiyaning yo'qolishi. Hop, keyingi conversation into heat and energy, demak issiqlik energiyaga aylanish degan ma'no bildiradi. Heat evolved during the impact, demak urilish vaqtidagi ajralib chiqqan issiqlik miqdori. Hop, endi to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, og'irligi 0.5 kg bo'lgan bolg'a harakatsiz devorga uriladi. Urilish paytida bolg'aning tezligi 1 metr/sekundga teng bo'lgan. Demak, qaytish koeffitsiyentini 0.5 deb faraz qilib teng bo'lsa, urilish jarayonida ajralib chiqqan issiqlik miqdorini toping. Qaytish koeffitsiyenti bu urilishdan keyingi tezlikning urilishdan oldingi tezlikka nisbati deyapti. Bu yerda 0.5 chiqibdi, demak urilishdan keyingi tezlik 0.5 metr/sekund ekan. Hop, 283-chi. Find the impulse of the force acting on the wall during the impact. Demak, find the impulse of the force acting on the wall during the impact using the condition of the previous problem. Hop, tushunarli? Find toping impulse force kuch acting ta'sir qilayotgan wall devor during davomida impact urilish. Hop, using degani foydalanib, using the condition bu shartlar, previous oldingi, problem masala. Hop, collision to'qnashuv. Momentum demak impulse bilamiz. Hop, change bu o'zgarish. Interaction bu o'zaro ta'sir. Contact bu kontakt. Interval vaqt oralig'i. Hop. Endi bu oson bo'lib qoldi. Demak, find the impulse of the force, demak kuch impulsini toping. Acting on the wall, ya'ni devorga ta'sir qilayotgan. Hop, during the impact, ya'ni zarba davomida, ya'ni devorga zarba. Using the condition of the previous problem, ya'ni oldingi masala shartlaridan foydalangan holda deyapti-da, masalan shartda. Hop. Demak, ko'rdinglar, masalan oson, murakkab yeri yo'q. Muammo emas. Bemalol yozib olib yodlashlaringiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, so'z birikmalarini yana yozadigan bo'lsak, avvalgi mavzularga o'xshatib, demak, impulse of the force bu kuch impulsi. Force acting on the wall, demak, devorga ta'sir qilayotgan kuch. Force kuch, acting degan ta'sir qilayotgan. Hop, during the impact bu urilish davomida, jarayonida. Conditions of the previous problem, ya'ni avvalgi masalaning shartlari. Hop, change in momentum, ya'ni impulsning o'zgarishi. Hop, interaction during collision, ya'ni to'qnashuv ta'siridagi o'zaro ta'sir, to'qnashuv paytidagi o'zaro ta'sir. Contact force impulse, demak kontakt kuch impulsi. Impact with a wall, ya'ni devor bilan to'qnashuv. Hop, demak yozib chiqadigan bo'lsak, oldingi masalada berilgan shartlardan foydalanib, hop, demak kuch impulsini toping. Ya'ni urilish jarayonida devorga ta'sir qilayotgan kuch impulsini toping deyapti. Hop, demak bu ham murakkab misol emas. Hop, keyingi masalamiz 284-chi. A wooden ball
is dropped vertically from a height of 2 meters with an initial velocity of 0. When the ball strikes the floor, the coefficient of restitution is 0.5. Find the height which the ball rises to after striking the floor. The second, the amount of heat evolved during the impact. The mass of the ball is 100 grams. Hop. Tushunarli? Yozadigan bo'lsak, wooden bu yog'och, wood degan yog'och, wooden degan yog'ochdan yasalgan degani. Ball bu shar. Drop it bu tashlab yuborildi, drop. Vertically vertical. Height balandlik. Initial boshlang'ich. Velocity tezlik. 0 bu 0. Strikes uriladi. Floor pol. Coefficient demak koeffitsient. Restitution demak qaytish, ya'ni qaytish koeffitsient. Find topping. Rises ko'tariladi. After keyin. Amount miqdor. Heat issiqlik. Evolved demak ajralib chiqqan. During davomida. Impact urilish. Mass massa. Motion harakat. Collision to'qnashuv. Gravity gravitatsiya. Tortishish. Energy energiya. Loss yo'qotilish. Hop, endi yozib chiqadigan bo'lsak, a wooden ball, ya'ni bu yog'ochdan yasalgan shar degan. Is dropped vertically, ya'ni vertikal tashlandi. From a high of 2 meters, ya'ni demak 2 metr balandlikdan. Hop. With an initial velocity of 0, ya'ni boshlang'ich tezliksiz, 0 boshlang'ich tezlik bilan. Find when the ball strikes the floor. Ya'ni demak topping when the ball strikes the floor, shar polga urilganda. The coefficient of resistance qaytish koeffitsiyenti 0.5 deyapti. Xo'p. Demak find topping the height which the ball rises to after strikes the floor. Ya'ni topping sharning ko'tarilishdagi balandligini deyapti. Ya'ni urilib qaytishdan keyingi balandligini so'rayapti. Xo'p. Keyin after the striking the fall, ya'ni polga urilgandan keyin. And the amount of heat evolved, ajralib chiqqan issiqlik miqdorini. During the impact, ya'ni zarba vaqtida. The mass of the ball, sharning massasi is 100 gram. 100 gram. Xo'p, endi yozib chiqadigan bo'lsak, drop it vertical from a high, demak balandlikdan vertikal tashlab yuborilmoq. 0 initial velocity bu boshlang'ich tezliksiz, ya'ni 0 boshlang'ich tezlik bilan. Strikes the fall, polga uriladi. Coefficient of friction, restitution, qaytish koeffitsiyenti. Height after rebound, demak qaytishdan, ya'ni to'qnashuv qaytishdan keyingi balandlik degani. Rise after impact, demak urilishdan keyingi ko'tarilish, ya'ni ko'tariladi. Amount of heat evolved, ya'ni ajralib chiqqan issiqlik miqdori. During the impact, urilish jarayonida. Loss of mechanical energy, mexanik energiyaning yo'qolishi. Xo'p. Conversion to heat energy, issiqlik energiyasiga aylanish deyapti. Xo'p. Vertical motion under gravity, demak gravitatsiya tortishish maydoni ta'siridagi harakat. Xo'p, demak yozib chiqadigan bo'lsak, yog'ochdan yasalgan, demak shar 2 metr balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tashlab yuboriladi. Demak, when the ball strikes the floor, ya'ni urilgan paytda coefficient of restitution, ya'ni qaytish koeffitsiyenti 0.5 ga teng. Xo'p, birinchi topping the height of which the ball rises after striking, ya'ni topping birinchi shar polga urilib qaytgandan keyin qancha balandlikka ko'tariladi deyapti. Ikkinchi amount of heat evolved during the impact, ya'ni ikkinchi urilish jarayonida ajralib chiqqan issiqlik miqdorini toping. The mass of the ball is 100 gram.
ya'ni sharning massasi 100 gram. Hop, tushunarli. Keyingi masalamiz 285. A plastic ball, plastik shar ekan bu safar. A plastic ball falls from a height of 1 meter. Ya'ni 1 metrdan tushib ketadi. And rebounds several times from the floor. What is the coefficient of restitution during the impact with the floor? If 1.3 seconds pass from the first impact to the second one. Okay, tushunarli. Menimcha ko'pchilikka tushunarli bo'ldi. Yozib chiqadigan bo'lsak, plastik bu plastmassa, ball shar, falls demak tushadi, height balandlik, rebound qaytib sakrash rebound ekan, several demak bir necha, times bu marta, several times bo'lsa bir necha marta degan. Floor demak pol. Xo'p, coefficient, restitution qaytish. Xo'p, impact urilish, during davomida, passes o'tadi, first birinchi, second ikkinchi, motion harakat, collision to'qnashuv, vertical gravity gravitatsiya, interval vaqt araligi. Tushunarli. Endi yozadigan bo'lsak, a plastic ball ya'ni plastik shar falls tushadi from a height of 1 meter ya'ni from dan 1 metr balandlikdan. Demak, height balandlik, of degandan keyin sonni aytish kerak. 1 metr. 1 metr balandlikdan. And rebound several times va bir necha marta qaytadi. Xo'p, from the floor ya'ni poldan. What is the coefficient of restitution? Qaytish koeffitsiyenti demak, qaytish koeffitsiyentining during the impact with the floor ya'ni pol bilan zarba paytida. If demak impact the floor. If 1.3 seconds pass ya'ni 1 soniya o'tsa from the first impact birinchi zarbadan to the second one ikkinchi zarbagacha. Hop. Agar birinchi zarbada ikkinchi zarbacha oraliq 1 sekund vaqt bo'lsa, demak toping deyapti. Coefficient of impact. Hop. Falls from a height demak ma'lum balandlikdan tushib ketmoq. Rebounds from the floor demak poldan qaytib sakraydi. Rebounds several times demak bir necha marta sakraydi. Impact with the floor demak pol bilan urilish. Coefficient of restitution demak qaytish koeffitsiyenti. Xo'p, demak time between impacts urilishlar orasidagi vaqt. First impact bu birinchi urilish. Second impact ikkinchi urilish. Vertical motion bu under gravity demak gravitatsiya gravitatsiyadagi ya'ni og'irlik kuchi ta'siridagi vertikal harakat. Tushunarli. Demak bu yerda plastik massa 1 metrdan tushib ketadi va polga bir necha marta uriladi deyapti. Birinchi, ikkinchi urilishlar orasidagi vaqt 1 sekund bo'lsa deyapti. Demak, nimani toping deyapti? Coefficient of restitution during demak qaytish koeffitsiyentini toping deyapti. Xo'p. Tushunarli. Urilish jarayonida qaytish koeffitsiyenti nimaga teng deyapti-da. Xo'p. Keyingi masala 286. A steel ball. Endi bu safar steel ekan, ya'ni po'lat. A steel ball falls from a height of 1.5 meters onto the steel plate and rebounds from it with the velocity of 0.75 v1, where v1 is the velocity with which it approaches the plate. What height does the ball rise to? How much time passes from the moment the ball begins to move to its second impact with the plate? Xo'p, tushunarli. Demak, yozib chiqaylik. Steel po'lat, ball shar, falls yana tushadi. Demak, height bu balandlik. Plate bu demak plastina.
Rebounds qaytmoq, undan qaytadi degan. Qaytsa kerak. Velocity tezlik. Approach bu yaqinlashish, yaqinlashadi degan ma'noni bildiradi. Rise ko'tarilish, ko'tariladi. Time vaqt. Passes o'tadi. Moment lahza. Begins demak boshlanadi. Move harakatlanishni, move harakat o'zi. Second ikkinchi. Impact urilish. Hop, demak yozib chiqadigan bo'lsak, a steel ball, ya'ni po'lat shar falls tushadi from a height of 1.5 meters, ya'ni 1,5 metr balandlikdan onto steel plate, ya'ni po'lat plastina ustiga degani. Onto ustiga. And rebound from it, ya'ni undan qaytib sakraydi. With the velocity v2, demak 0.75 v1 bilan. Tezligi v2 bo'lib. Where v1 is the velocity with which it approaches the plate. Bu yerda v1 sharning plastinaga urilayotgan, ya'ni tegayotgan paytdagi, tegar tekmas bo'lgan paytdagi tezligi. What height does the ball rise to? Ya'ni shar qaysi balandlikkacha ko'tariladi? And how much time passes? Qancha vaqt o'tadi? From the moment, ya'ni demak the ball begins to move, ya'ni qancha vaqt o'tadi, qachon shar harakatlana boshlagandan to its second impact with the plate, ya'ni plastina bilan ikkinchi marta urilishguncha, ya'ni birinchi va ikkinchi to'qnashuvlar orasidagi vaqtni so'rayapti-da bu yerda. Xo'p, endi qaranglar, yana so'z birikmalarini yozib chiqadigan bo'lsak, falls from a height, ma'lum balandlikdan tushadi, demak tushmoq. Onto a steel plate, onto ustiga steel plate, po'lat plastina. Approach the plate, ya'ni plastinaga yaqinlashadi. Velocity of approach, ya'ni yaqinlashadigan tegadi, tegar tegmas bo'lgan paytda. Hop, velocity of approach yaqinlashish tezligi. Rebounds from the plate, demak nimadan, plastinadan qaytadi. Qaytib sakraydi. Fraction of the approach velocity, demak yaqinlashish tezligining ulushi. Velocity before impact, demak urilishdan oldingi tezlik. Velocity after impact, urilishdan keyingi tezlik. Hop, rises to a height, demak ma'lum bir balandlikkacha. Shuda height of deb metr berilsa, shuncha metrga ko'tariladi deganini bildiradi. Maximum height of rise, demak maksimal ko'tarilish balandligi. Begins to move, demak harakatlana boshlaydi. Time from the beginning of motion, demak harakat boshlagandan keyingi vaqt. Second impact with the plate, ya'ni plastinaga ikkinchi marta urilish. Xo'p, vertical motion under gravity, demak gravitatsiya ta'siridagi, ya'ni og'irlik kuch ta'siridagi harakat. Xo'p, endi demak tushunarli bo'ldi. Demak po'latdan yasalgan shar 1,5 metr balandlikdan tushib ketdi va demak metal po'lat plastina ustiga tushadi va undan qaytadi. Plastinaga yaqinlashish tezligining 0.75 qismi bilan urilib qaytadi. Ya'ni v1 bilan urilsa, shu 0.75 v bilan qaytadi. Xo'p, tezlik bilan sakraydi. Bu yerda v1 sharning plastinaga yetib kelish tezligidir, ya'ni urilar-urilmas paytdagi tezligi. Demak, birinchi shar qaytib sakragandan keyin qaysi balandlikkacha ko'tariladi? Ya'ni urilib qaytgandan keyin qanday balandlikkacha ko'tariladi, deyapti. Ikkinchi, shar harakatining boshlang'ich paytidan boshlab plastinaga ikkinchi marta urilguncha qancha vaqt o'tadi, deyapti. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.